Mana shuni qayerdadir ko'rganmisizlar? Men o'zim internetda ko'rgan edim. Qayerdagi shu do'konda o'yladim, shu do'konni ko'rdim oxiri. Bino xarakteriga mos shakldagi dizayn. Juda katta summa ketgan, no. O'shanga yarasha o'zini oqlaydigan arxitektura ekan. Suvenirchilar asosan shu suvenir narsalar, o'ymakorlik narsalar ham bor ekan bitta. Mana shu toshlar, yer jismlari nimaligini yozib qo'ygan. Mana shularni dona-donaligi bor. Misol uchun borku kobalt, achchiq tosh, shunga o'xshagan narsalar bo'lgan. Bular alohida sotiladi har bittasi. Mana bu tishli ekan даже. Shark, akula tishi mana. Ko'mir mana har xil jismlar, metallar yerdan chiqarilgan. Kojadan yasalgan. Tushunishlik uchun yaqinroqdan ko'rsak, kojaga iz tushirib qilingan ekan. Rasmga qiziqadiganligi, akvarelda ishlangan. Buni nimaligini topinglar, taxmin qilib ko'ringlar, nima masala. Madalli tosh. Binoning tashqi ko'rinishi nimadan ilhomlangan? Aynan mana shu madalli toshdan ilhomlangan. Mana bunda ayniqsa o'sha yechimni ko'rasizlar mana. O'sha binoning kichik maketi. Oddiygina bir tosh fasonidan, toshi Alloh yaratib qo'ygan shaklidan shunaqa go'zal bino yaratishgan, arxitektorga qoyil. Arxitektor bilganlar, atmetga qilib ketinglar.